Rudnikda zo'r joy topdim. Akkuratni 2 xonali narx ham bundan qimmat emas. 49 ming dollar Amerika pulida. 58 metr kvadrat. Под ключ. Doğru giyimgacha kiysak yashayverasiz. Birinchi etajdamiz 5 qavatli dom, liftdan boyina. Koridor akkuratni chiqqan. Bu yerda qarang. Unda hojatxona bo'lgan, 2 lik joy va bir patib to'la saqlanib turibdi. Yana ochib bilamiz. Bu yerda esa sizning oshxonangiz. Oshxonaga vaqtida 2,5 ming, 3 ming dollar atrofida pul yetgan ekan. Nima deysiz? Oshxona mo'shi chiqqanmi? E'tibor eting ko'pinlari. Va bu yerda zol. Eshiklar ham shikamisidan qo'yilgan ekan. 150-200 dollar bor har qaysi. Uy skvoznoy to'liq oboy. Skvoznoy degani bu yerdan ham oynasi qaragan. Bu yerda ikkinchi xonasi. Podyezdlar ham zo'r, akkuratni eshiklardan daraxtlari dolu. So'z bilan aytganda layqlik joy. Tak, bu yerda sanuzor. Tak, hamma sharoiti bor sanuzordan. Umanik, Ariston, boshqa ko'sa. Egasining telefon numerini qoldirmam, bemalol savdolashib xarid qilsangiz bo'ladi. Zo'r joyi, tiyinda 30 metr kvadrat podog'lan bor sizniki.